Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Eng arzon mollar kanali obunachilari, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tabiatimiz go'zal baribir. Alloh ne'matlari go'zal. Fermamizda bugun yaxshi bir otimiz bor, ayg'irimiz bor. Shuni ko'rsatamiz. Ko'ringlar, yo'qsa telefon qilasizlar, gaplashamiz. Videoni hozir ot oldiga olib borib boshlaymiz. Hammanglarni fermamizda kutib qolamiz. Obuna va like bosishni unutmaysizlar. Mana ki otimiz. O'sha Baxtiyor akamiz yana har doimgidek rollarda. Otimiz haqida ma'lumot beramiz. Otimiz haqida. Otimiz 4 yoshga to'lgan. 4 yoshga to'lib 5 ga qarab ketgan. Bo'ylari 1.70 plus 1.70 lar atrofida kelib qoladi. Otimiz yo'g'on. Mingi bo'lgan, lekin juda unaqa o'ldirib minilmagan. Prosta minilgan, juda unaqa o'ldirib, mana haqiqatda minib tashalmagan otimiz. Mana ki otimiz. O'zingizlar sababini qilib, keltirib, tarbiyalab olsanglar, xudo xolisa zo'r ot bo'ladi. Mana old taraflarini ham ko'rsatamiz. Mana old taraflari. Mana ki. Mana ki. Akam jeb otga mehr berib turibdi. Otimiz yem yeb turibdi, azgina. Endi xohlaganlar tarbiya qilib oladi, xohlaganlar hamma narsa uchun. Hozir otimiz yetalab ham ko'rsatamiz. Baxtiyor akam yetalab ko'rsataman deyaptilar. Qani ko'raylik chiqandoq yetalar ekan. Mana ki otimizni akam yetaladilar. Mana akam yoqda ko'rinmayapti otni. Ot shunchalik otdi. Otimiz vobshe qanaqa ko'rinyapti sizlarga bilmadim. Qani bu yoqqa aylantiringchi Baxtiyor aka, oldilarini bir ko'raylikchi. Mana ki. Husanboy, mana bunaqa ot boqinglarda aka. Mana ki. Yana Husanboyga. Mana ki. Mana akam yoqdan ko'rinmayapti o'sha. Otimiz vobshe gigant, yo'g'on. Oyoqlari ham bunaqani semiz otlardan emas, no, chopsa kerak. Qani to'xtatingchi. Mana ki, akam bu tarafida ko'rinmayapti o'sha. Otni balandligidan. Mana ki otimiz yana. Ko'rasizlar, endi o'zingizlar tarbiya qilib olsanglar, misol uchun yaxshi ot bo'lsa kerak, xudo xolisa. Ot o'zimizaniki. Mana ki turishlari. Mana ki akalar. Ko'rasizlar, telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Kimga ma'qul kelsa telefon qilsanglar, dastavka xizmatlarimizni ham kelishgan holatda qilib beramiz. Mana ki old taraflaridan. Yo'g'on narsa. Kichkina narsa emas. Mana old taraflaridan. Hammalar fermamizda kutamiz. Sababini qilib yoqtirsanglar, gaplashamiz, narx-navolarni telefon qilsanglar. Narxi qimmat emas, kelishtirib chiroyli qilib beramiz.
narxini hammaga yashirib, narxi bunaqa kelganingizda aytamiz deb keyin qimmat narxga yetib olishmas. Narxini 35 million qilib beramiz, xayri bor. Xayrni qilib beramiz. 35 millionga vohani libbo joyga boraveradi, dastavkasi bizdan. Vodiy voha libbo joyga boradi, dastavkasi bizdan bo'ladi. Mana ki. Telefon qilasizlar, yoqtirsanglar, gaplashamiz. Mana yana orqa taraflardan bitta olib qo'yaman. Mana akam shu orqasiga o'tsam, вообще shu ko'rinmayapti shu mana orqa tarafidan. Akam bo'yi 1.70 mi? Shunaqa atrofida chiqib qolsa kerak. Mana ki. Mana. Hammalarni fermamizda kutamiz. Kelinglar. Xudo xolisi kelishib qolsak, xabarlashamiz, telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Like va podpiska bosishni unutmaysizlar. Hammalarga rahmat.